Salom do'stlar, o'qishlar yaxshimi? Charchab qolmayapsizlarmi? Kelinglar bugun sizlar bilan xulq mavzusi haqida gaplashamiz. Xulq o'zi nima? Bu so'z arabchadan kirib kelgan bo'lib, o'zbek tilida xulq-atvor, muomala, odob-axloq ma'nolarini bildiradi. Dunyodagi barcha xalqlar xulq tushunchasini turlicha ifodalashgan. Mana masalan, qadimgi yunonlar etos deb atagan. Bu yashash joyini bildirar va urf-odatlarni anglatar edi. Undan esa etika so'zi kelib chiqqan. Rimliklar esa jamiyatdagi urf-odatlarini mores deb atashgan va shundan moral so'zi ham kelib chiqqan. Bu so'zlar xuddi yo'l harakati qoidalariga o'xshaydi, ammo biz ishlatadigan xulq so'zining ma'nosi juda ham keng. U nafaqat qoidalarga, balki qalbimizdagi mehr va samimiyatni ham o'z ichiga oladi. Buyuk bobomiz Abu Nasr Farobiy inson baxt-saodatga go'zal xulq va ezgu amallar orqali erishadi deganlar. Bizning yoshimizda qanday xulq va odoblarni bilishimiz kerak? Keling, bugun sizlar bilan shu haqida gaplashib o'tamiz. Ota-onamiz uchun farzandlik odobiga rioya qilishimiz kerak. Mana masalan, ular xonaga kirganda o'rnimizdan turib salom berish, gaplarini bo'lmaslik, xo'p bo'ladi deyish, ishlariga ko'maklash bilan bir qatorda ularni quchoqlab yaxshi ko'rishimizni aytsak ham yomon bo'lmaydi. Keyin jamoat transportidan foydalanish odobi ham bor. So'z o'z nomi bilan jamoa ekan, demak biz o'z xulqimizni ko'p insonlar oldida namoyish qilamiz. Masalan, avtobusda kattalarga joy bersak, rahmat eshitamiz. Jamoat transportida telefonda o'yin o'ynamasak, ovozimizni ko'tarib gapirmasak, tushayotganda boshqalarga yo'l berib, haydovchiga rahmat deb qo'ysak ham go'zal xulqimiz namoyon bo'ladi. Maktabda o'quvchilik odobi ham bor. O'qituvchi gapirayotganda diqqat bilan tinglash, parta va xonamizni ozoda saqlash va sinfdoshlarimizni hurmat qilish ham aynan shu odob turiga kiradi. Yana bir asosiy odob bor. Bu atrof muhitga to'g'ri munosabatda bo'lishdir. Ko'chalar, bog'lar va o'yingohlarda muzqaymoq qog'ozini yoki ichimlik idishini yerga tashlamaslik kerak. Axir bizning yaxshi xulqimiz bunga yo'l qo'ymaydi-yu, to'g'rimi? Go'zal degan so'zni eng yoqimli narsalarga nisbatan ishlatilishini barchamiz bilamiz. Mana masalan, go'zal yuz, go'zal libos, go'zal shahar. Biz bu so'zni xulq so'z bilan ham ishlata olamiz. Mana masalan, go'zal xulq do'stlar. Aziz aka-ukalar, opa-singillar, qani aytingchi, siz yana qanday go'zal odob va xulq-atvorlarni bilasiz?